Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Chechen mafiyasi. Bu so'zning eshitilishini o'zi qo'rqinchli tuyuladi. Tabiatan urushqoq va jangari xislatlarga ega bo'lgan chechen xalqi hayotida birinchi o'rinda doimo dini va oilasi turadi. Shuning uchun ham chechenlar oiladan kechishni talab qiladigan vorzakonlar qoidalariga amal qilmaydilar va vorzakon tojiga uncha intilishmaydi. Biroq hozirgi davrga kelib vorzakonlar qoidalariga oila qurishni taqiqlovchi qoidalar bekor qilingandan keyin asta-sekin vorzakonlar orasida ham chechen vorzakonlari soni oshmoqda. Bugun sizlarga eng kuchli 10 ta chechen vorzakonlari haqida ma'lumot beramiz. 10. Musalaqa bilan tanilgan chechen vorzakoni Hasanov Muslim Tahirovich 1972-yilda Chechenistonda tug'ilgan. U 90-yillarda Moskvaga jinoiy guruh boshlig'i sifatida keladi. U asosan o'g'irlik bilan shug'ullangan. Harbiy harakatlar boshlanishi bilan Muslim o'z vataniga boradi va 6 oy davomida dala qo'mondoni sifatida jang qiladi. 1995-yilda u Moskvaga qaytib keladi va o'g'irlik uchun hibsga olinib, 4 yilga ozodlikdan mahrum qilinadi. Ozod qilingandan keyin u yana Chechenistonga dala qo'mondoni vazifasiga qaytadi. Bundan tashqari u Valeriy qishlog'ining amiri bo'ladi. 2000-yil avgust oyida u taslim bo'lishga majbur bo'ladi va tergov hibsxonasida saqlanadi. U yerdan amnistiya asosida ozod qilinadi. Xuddi shu yili u vorzakon tojini oladi. Musa Moskvadagi ishbilarmonlardan pul undiradigan jamoa tuzadi. Shuningdek, qurol savdosi bilan ham shug'ullanadi. 2003-yilda u o'zining ta'sir doirasini kengaytirmoqchi bo'ladi. Bu esa terroristga uyushgan jinoiy guruh bilan to'qnashuvga olib keladi. Natijada Muslim 2003-yilda TK kafesida noma'lum qotillar tomonidan o'ldiriladi. 9. Dambayev Ahmed Vich Xajayevich Ahmed Shalinskiy. Dambayev Shaja shahrida tug'ilgan. 2009-yilda u qurol ishlatgan holda o'g'irlik uchun hibsga olinadi. 2011-yil iyul oyida unga 10 yil qattiq rejimda qamoq jazosi beriladi. Ahmedning sog'ligi yomonlashganligi sababli u Maxachqaladagi qamoqxona kasalxonasiga jo'natiladi. Keyin shimolga qaytib keladi. 2012-yil dekabr oyida u qamoqxonada vorzakon tojini kiyadi. Dastlab Ahmed Shalinskiy asirga olinganligi sababli u unvonni olishdan bosh tortadi. 2 oydan keyin u toj kiyadi. Ammo u safar unga tojni Det Hasan kiygizadi. 2019-yil dekabr oyida Dambayev ozod qilinadi va Chechenistonga qaytib keladi va u yerda qonunning eng nufuzli o'g'irlaridan biriga aylanadi. 8. Dabchayev Ortiq Yebuizidovich. Jinoiy avtoritet Ortiq Dabchayev 1967-yilda Grozniyda tug'ilgan. U o'zining jinoiy faoliyatini Checheniston bilan cheklamagan. Asosan u Rossiya va Ukrainada tanilgan. Ortiqga Odessada 1999-yilda Ozarbayjon o'g'irlari tomonidan toj kiydiriladi. 2003-yil mart oyida uchrashuvga yig'ilgan 6 ta vorzakon derazadan tashlab yuborilganlar orasida u ham bor edi. Ortiq Dabchayevni kasalxonaga olib borishadi va u bir hafta davomida hayoti uchun kurashadi, ammo oxir-oqibat vafot etadi. 7. Bakayev Omar Minkailovich Omar Ufimskiy 1957-yilda Qozog'istonda tug'ilgan. Uning oilasi Stalin davrida Qozog'istonga deportatsiya qilingan. Birinchi marta 1976-yilda hibsga olinadi. Shuningdek, u bezorilik, qotillikka urinish uchun yana bir necha bor sudlangan. SSSR qulagan paytga qadar Bekayev 15 yillik qamoq jazosini o'taydi. U 1990-yillarning boshlarida Ufada o'z uyushgan jinoiy guruhini yig'adi. Xuddi shu joyda unga jinoyatchi generallar toj kiydiradilar. Omar Bekayev tuzgan jinoiy guruh qurilish va mehnat qayta ishlash sanoatidagi korxonalarni nazorat qilgan. Shuningdek, odam o'g'irlash bilan shug'ullanishgan. Guruh asosan chechenlardan iborat edi. Tez orada Omar Ufimskiy Moskvaga ko'chib o'tdi. Mishmishlarga ko'ra, u chechen jangchisi Aslan Masxadovni moliyalashtirgan. Bir odamni o'g'irlash bo'yicha 2004-yilda qo'zg'atilgan jinoiy ishdan so'ng u Odessaga jo'nab ketadi. 6.
Batukayev Aziz Alashovich. Asl millati chechen bo'lgan Aziz Batukayev 1966-yilda Qirg'izistonda tug'ilgan. 90-yillarning boshlarida u Chuy vodiysining sharqiy chekkasini boshqargan guruhning a'zosi edi. Ushbu to'da giyohvand moddalar savdosi, qotillik, raketchilik bilan shug'ullangan. Guruh vodiyning boshqa qismini boshqargan boshqa to'dalar yetakchisi Rislet Akmatbayev bilan ziddiyatga borib turadi. Aziz birinchi marta 1995-yilda qamoq jazosini oladi. To'lamachilik uchun unga 5 yil beriladi. Qamoqxonada u hashamatli uyda yashagan deyishadi. Zarur narsalar va mebel bilan jihozlangan bir necha kameralarni egallab olgan. U mehmonlarni alohida kameralarda qabul qilardi. 1999-yilda ozod qilinadi va yana Akmatbayev bilan hudud uchun urush olib boradi. Urush vaqtida ikki tomonning bir necha odamlarning o'limiga sababchi bo'ladi. Oxir-oqibat urush natijasida 2006-yil Akmatbayev o'ldiriladi. Batukayev deyarli barcha vaqtni qamoqda qulay o'tkazardi. Uning qon saratoniga chalinganligi haqida soxta guvohnoma tayyorlanib, u muddatdan oldin ozod qilinadi. Haqiqatdan oshkor bo'lgach, u qidiruvga beriladi. Hozirda u yana ozodlikda. 5. Alxanashvili David Timurazovich Dato Pankiskiy. Etnik chechen bo'lgan Alxanashvili 1981-yilda Dulusi qishlog'ida tug'ilgan. U faqat bir marta qamalgan. 2009-yilda u Vorzakon Dato Krasnodarskiy bilan to'qnash keladi. 2011-yil avgust oyida Belgiyada Dato bilan uchrashuvdagi nizoda Datoni pichoqlaydi. Jarohatdan omon qolgan Dato unga qarshi darhol choralar ko'rmaydi. Alxanashvili 2012-yil dekabrda Dubaydagi yig'ilishda toj kiygan edi. U Vorzakonga aylanib Turkiyaga ko'chib o'tadi. Turkiyada u Latsuguli bilan nizoga borib qolgandan keyin 2017-yilning bahorida u boshqa joyga ko'chib o'tadi va u yerda asosiy Vorzakon bo'lishga harakat qiladi, ammo tez orada Turkiyaga qaytib keladi. O'sha yil dekabrda David otib o'ldiriladi. 4. Aliyev Gilani Shamsudinovich Gilani Seda. Aliyev 1974-yilda Grozniyda tug'ilgan. Birinchi marta u haqda 1990-yillarning oxirlarida ma'lum bo'ldi. Chexiyada u to'lamachilik bilan bog'liq buyurtmalarni bajargan. U Chexiya politsiyasi tomonidan 2 marta hibsga olingan, ammo bu hech qanday oqibatlarni olib kelmagan. 2010-yilning boshlarida u Rossiyaga keldi va Det Hasan kanaliga qo'shildi. 2011-yil may oyida o'g'irlar tomonidan tojga sazovor bo'ladi. Ammo hamma o'g'irlar ham bu tantananing natijalarini tan olishmaydi. Keyinchalik Shakro Maladoy 2015-yilda Gilanini Vorzakon deb e'lon qiladi. 3. Abdurzakov Farosi Minkailovich Timur Saratovskiy. Timur 1966-yilda Chechenistonning Shali viloyatida tug'ilgan. U 90-yillarning oxirida Saratov viloyatida paydo bo'ladi. Mahalliy o'g'irlarga bu yoqmaydi, shuning uchun qonun bilan bog'liq bir qator muammolardan so'ng Moskvaga jo'nab ketadi. U Moskvaga joylashadi va Det Hasan kanalining taniqli shaxsiga aylanadi. U boshqa chechenlar bilan juda ko'p aloqada bo'lmagan. 2. Ahmadov Huseyn Sepiyevich Huseyn Slepoy. Huseyn 1976-yilda Grozniyda tug'ilgan. U omon qolish uchun qattiq maktabni boshdan kechiradi. Ko'pincha intizomni buzdi, ishga borishdan bosh tortdi. O'g'irlar dunyosining me'yorlariga mos keladigan bunday qattiq harakatlar katta jinoyatchilar e'tiborini tortdi. Tez orada u qonunan Vorzakon tojiga sazovor bo'ldi. U olgan unvon bilan faxrlanib, o'g'irlar qonuniga rioya qilgan. Hech qayerda ishlamagan va biznes bilan shug'ullanmagan. 25 yildan ortiq qamoqxonada o'tirgan va 8 xil hukmda bo'lgan. 80-yillarning oxirlarida u Moskvaga ko'chib o'tadi. U yerda Vasya Bulduskiy hamkorligida biznes bilan shug'ullanadi. Keyin u bilan birgalikda yana bir bor koloniyada bo'lishadi. 1995-yil Huseyn ozod qilinadi. Ayni paytda uning faoliyati haqida hech narsa ma'lum emas. 1. Daudov Sulton Salambekovich Sulton Balashixinskiy.
Sulton Davudov 1956-yilda Chechenistonda tug'ilgan. Birinchi marta 1971-yilda o'g'irlik uchun koloniyaga borgan. Qamoqda u o'g'irlar tushunchalari bilan tanishdi. Birinchi hukmdan keyin u yana 3 marta o'g'irlik, giyohvand moddalar savdosi bilan qamaladi. Mish-mishlarga ko'ra, unga Vladimir Sentralda Slavyan va Kavkaz klanlari o'rtasida urush paytida gruzin vorzakonlar tomonidan toj kiydirilgan. 1994-yilda 38 yoshida o'ldirilgan.